Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun mana Sergeli 92 hamda Sergeli 2 o'yinlarini ko'rdik. Markaziy uchrashuvga teng o'yin bo'ldi desak ham bo'ladi. O'yin 3-3 hisobida yakunlandi. O'yin to'g'risidagi o'z taassurotlaringiz, fikrlaringiz, nima kamchiliklar bo'lib o'tdi? O'yin zo'r bo'ldi. Tashkilotchilarga avvalambor rahmat, zo'r bo'ldi. Shu sudya ozgina parod qilgan hisobga olmasa, har doimgi narsa bu yengil emas, zo'r bo'ldi. Endi sudyalar kamchiliksiz bo'lmaydi. Har doim xatodir bitta xato bo'lib qolishi mumkin. Jiddiy xatoga yo'l qo'ydi deb ayta olasizmi yoki har doimgidek xatolardan bittasimi? Bersa bo'ladigan joy edi-yu, endi bermasa ham o'zingiz aytasiz 50-50 moment, bersa bo'ladigan joy edi-da. Bizga bersa bo'lardi, menimcha, penalti. Keyingi o'yinlarda omad tilab qolamiz. Bundan ham yaxshi o'yinlar ko'rsatsizlar deb umid qilamiz, xudo xolasa. Umuman olganda tashkiliy ishlar to'g'risida, Havas ligasi to'g'risida nima deya olasiz? Tashkiliy ishlar zo'r, hamma narsa zo'r, organizatsiya zo'r. Qoidalar menga yoqayotgan joyi eng yaxshi shu qoidalar. Yaxshi. Rahmat, keyingi o'yinlarda omad tilab qolamiz. Rahmat.